Nimaga biz erkaklar ko'chadagi ayollarni ko'proq yaxshi ko'ramiz? Nimaga ko'chadagi ayollarga ko'proq e'tibor berib ularni ko'rganda vau, zo'r narsa ekan deymiz? Nimaga? Xususan erkak sifatida aytaman. Chunki ular o'ziga qarab yuradi. Qaddi qomatini chiqarib yuradi, o'ziga oro beradi, lablarini qizartirib, sochlarini bir narsalar qilib, odamning e'tiborini bitta o'ziga tortadigan darajada yuradi. Shuning uchun erkaklar ularni ko'rganda o'zini yo'qotib qo'yadi. Tabiiy holatki, uyga borgandan keyin haligi narsani xotinida ko'rmagandan keyin mehr bermaydi, shirin so'z yo'q. Agar ko'chadagi ayol oldidan o'tib qolsa, yaxshimisiz, yaxshi qiz deya oladi. Lekin xotiniga o'lib qolsa, yaxshimisan xotin demaydi. Nimaga? Chunki ayol o'ziga qaramaydi. To'g'rimi? O'sha eski xalat, o'sha eski shtampil ko'ylak, o'sha eski ro'mol, o'sha. Bilasizlar buni. Sababi nima? Uydagi ayol o'ziga rasxod qilgani pul yo'q. Ko'chadagi o'sha fohishadan borib so'raylikda qiziqishga, bir oyda o'zingga qancha rasxod qilasan? O'zingga qaragani, oro bergani qancha rasxod qilasan deydi, keltirib beradi. Mana shuncha rasxod qilib, mana shu holatda yuribman deydi. Uydagi xotin bechoraga bir oyda bir marta duxi tugul naski olib bermaganimizdan keyin undan nima kutaylik? Erkaklar, ayollarimiz ko'zimizga chiroyli ko'rinishi uchun boshqalarga birinchi o'rinda qaramaslik kerak. Ko'chadagi o'sha go'zallardan ko'zimizni tiysak, ayollarimiz bizga chiroyli ko'rinishni boshlaydi. Qolaversa, ayollarimizga ham rasxod qilishimiz kerak. Ko'chadagilardan kam joyi yo'q, o'shalarda bor narsachi, ularda ham borda. Men oldin ham aytganman, ularniki naborot chiroyli holatda saqlanyapti. Birovlarning nazari tushmagan, birovlarning ko'zi tushmagan, birovlarning qo'li tegmagan, halol pok o'zingniki. Faqat unga ozgina ishlov bersang bo'ldi. Ana shukrlar odamlarning bitta gapi bor edi. Eski Jigulini remont qilib haydab yurganing yaxshi, kreditga Gentra Malibu mingandan ko'ra. Tushunyapsizlar? Hammasi o'zimizning qo'limizda.